Ko'p xatlar bo'lish uchun ko'p xatning darajalari manfiy bo'lmagan butun sonlar bo'lishi kerak. O'shaning uchun birinchi savolda aytyapti, qaysi biri bir xat bo'lishi mumkin? Bir xat bo'lishi uchun aytganimizdek, darajasi musbat va butun sonlar bo'lishi kerak. Demak, birinchisi bo'ladi, ikkinchisi bo'lmaydi. Sababi mana bu yerda -1 turibdi, o'sha bir xat bo'lishni inkor qiladi. Uchinchisida iltizosida x bor, bu ham bo'lmaydi. Iltizosida x degani aslida x ning 1/2 degani. Butun emas, o'shaning uchun bo'lmaydi. To'rtinchisida esa mana bu yerda x kvadrat bor mahrajda. Bu x ning -2 bo'lib ketadi. O'shaning uchun bu ham bo'lmaydi. Faqat bir xat bo'ladigan birinchisi bo'ladi. Demak, javob birinchisi. Ikkinchi savolga o'tamiz. Birinchisi bo'lmaydi, chunki x ning darajasida 1,5 turibdi, butun emas. Bizga ko'p xat bo'lish uchun musbat butun sonlar kerak edi. 1,5 kasr son 2 bo'ladi, 3, 4 bo'ladi. Darajalari musbat butun sonlardan iborat. Uchinchisi, birinchisi bo'lmaydi. Ikkinchisi 1/x bu aslida x ning -1 degani, o'shaning uchun bo'lmaydi. Uchinchisi bo'ladi. X ning birinchisi, y ning birinchisi degani. To'rtinchisi y ning qanday qiymatlarida, qanday natural qiymatlarida bir xat bo'ladi. Natural qiymatlarida degandan keyin ko'p xatning yoki bir xatning darajasi musbat yoki 0 bo'lishi kerak. Tengsizlik bo'ldi, tengsizlik ishlab qo'yamiz. N katta yoki teng -3, n kichik yoki teng 3. Bizda shartimizda natural degan, o'shaning uchun 1, 2, 3 degan javobni olamiz. Beshinchisi, qanday natural qiymatlarda? Demak, biz kelishganimizdek darajasi musbat butun son bo'lishi kerak. Har ikkalasiniki ham. O'shaning uchun n kichik yoki teng 5, n katta yoki teng 4. Demak, 4 dan katta, 5 dan kichkina. 4 dan katta, 5 dan kichkina bo'lgan butun sonlar va natural sonlar 4 va 5. 4 va 5. 6-chi, 7-chi misollar ham xuddi shunaqa ishlanadi. 8 ga o'tamiz. Ko'p xatning darajasi. Ko'p xatning darajasi qanday topiladi? Ko'p xatning darajasini topish uchun mana masalan ko'paygan ekan o'rtada, darajasi qo'shib olinadi. X kvadrat, y kvadrat, d daraja, bu 2 qo'shilgan 3 teng 5 bo'ladi. To'rtinchisi ham xuddi shunaqa. D 4 x ning kubi, y ning kubi. Beshinchisi bo'lsa darajasi 3 qo'shilgan 5 teng 8 bo'ladi. 10-chi esa 5 qo'shilgan 3 teng 8 bo'ladi darajasi. 11-chisida x ning 6-chisi qo'shib yuborsak, y ning kubi x ning 5-chisi. Demak, uning darajasi 6 qo'shilgan 3 qo'shilgan 5 teng 8, 14 bo'ladi. o'n ikkinchi misol, 13-chi misollar bir xil. 12 ni ishlab ko'rsak, darajasi 12 deyapti. Demak, mana bu yerda qaraymiz, e'tibor beramiz. 2 ning n'inchisi bo'ladi. 2 ning darajasida n turganligi uchun qo'shilgan 4 teng bu 12 bo'lsin deb aytib qo'yishgan. 2 n barobar 8, n barobar 4. N barobar 4 bo'ladi. 13 ham shunaqa ishlanadi. 14 ni ko'ramiz. 14 ni darajasi bo'lgandan keyin 2n qo'shilgan 3 qo'shilgan n teng 15. 3n barobar 15 minus 3. 3n barobar 12, n barobar 4. N 4 bo'lishi kerak ekan. 15 ham xuddi shunaqa. 16 ni o'rnini ko'ramiz. Qani, n ning qanday natural qiymatlarida ko'p xat bo'ladi? Ko'p xat bo'lish uchun biz kelishganimizdek darajalari musbat yoki 0 bo'lishi kerak edi. Ishlasak tengsizlikni, demak 2 dan katta bo'lishi kerak, 4 dan kichkina bo'lishi kerak. Demak, 2 dan 4 gacha javobimiz. 2 dan 4 gacha. Endi qanday qiymatlarda degani uchun 2, 3, 4 3 ta qiymatida bo'lar ekan. 12 ham xuddi shunaqa ishlanadi.
18 ga o'tamiz. 18 dan 20 gacha ko'p xatning darajasini toping deganiga, ko'p xatning darajasini toping degan eng katta darajasi nazarda tutiladi. Eng katta daraja nazarda tutiladi. 6 bo'ladi. 19 ga eng katta darajamiz mana bu yerda 7, bu yerda esa 7 daraja, bu yerda 8 daraja, bu yerda 2 daraja. Demak, javobimiz ko'p xatning eng katta darajasi 8. O'sha 8 aytadi, ko'p xatning darajasi 8 bo'ladi. 20-ga o'tamiz. 20-ga mana bu birinchi qavusning eng katta darajasi 4, ikkinchi qavusning eng katta darajasi 5 bo'ladi. Ko'paytirsak 20. Demak, ko'p xatning eng katta darajasi 20 bo'ladi. 21 dan 25 gacha bir xil ishlanadi. Bitta ko'rsatsam hammasi oson bo'lib qoladi. Ko'p xatning ozod hadini toping. Ko'p xatning ozod hadini topish uchun x ga 0 qo'yish kerak bo'ladi. Bu p qavus ichida 0 mana. X ning o'rniga 0 qo'yib hisoblasang, ozod xat kelib chiqadi. Ozod xatni yozib qo'ydik. Demak, 21 p qavus ichida 0. Qayerda x ko'rsak, o'rniga 0 yozamiz. 0 ning 4-chisi 3 ko'paygan 0 ning kvadrati ayrilgan 12, 0 ning kvadrati 5 ko'paygan 0 minus 1. Birinchi qavusni ishlab chiqsak minus 12 chiqadi. Ikkinchi qavusni ishlab chiqsak esa minus 1 chiqadi. Javobimiz 12 bo'ladi. Qolganlarni xuddi shunaqa. 25 tur ko'rsatib boraman. Yana bir marta oxiridan ham x o'rniga 0 qo'yamiz deb kelishdik. Ozod xatni topish uchun buni eslab qolish kerak bo'ladi. X o'rniga 0 qo'yamiz. Birinchi qavusdan minus 27 chiqadi. Hisoblab chiqsak, ikkinchi qavusdan 16 chiqadi. 6 ga ko'paytirsak 432. Minusdan. Keyingisiga o'tamiz. 26-33 gacha ham bir xil. Ko'p xatning barcha koeffitsiyentlar yig'indisi bor. Ko'p xatning barcha koeffitsiyentlar yig'indisini topishimiz uchun x o'rniga 1 qo'yishimiz kerak. Eslab qolamiz bu ma'lumotlarni. Juda muhim. X o'rniga 1 qo'ysak, barcha koeffitsiyentlar yig'indisi kelib chiqadi. X o'rniga 1 qo'ysak, barcha koeffitsiyentlar yig'indisi kelib chiqadi. Boshladik. 26-misol x o'rniga 1 qo'yamiz. 1 ning kubi 3 ko'paygan 1 ning kvadrati ko'paygan 5 ko'paygan qavus ichida 1 ning 5-chisi 7 kara 1 plus 1. Birinchi qavusning natijasi 3 chiqadi. Ikkinchi qavusning natijasi esa minusdan 5 chiqadi. Javobimiz minus 15. 27 ni ham ko'ramiz. X o'rniga kelishganimizdek 1 qo'yamiz. Chunki koeffitsiyentni yig'ini topishimiz kerak bo'ladi. 1 ning 4-chisi 3 ko'paygan 1 ning kvadrati plus 1, 1 ning kvadrati 6 ko'paygan 1 plus 9. Hisoblab ko'rsak, birinchi qavusimizdan xo'p, minus 2 chiqar ekan, ikkinchi qavusimizdan esa 4 chiqar ekan. Hisoblab ko'rsak, buni ko'paytirib minus 8. Ko'p xatning barcha koeffitsiyentlar yig'indisi minus 8 bo'ladi. Qolganlarini mustaqillashash uchun, mustaqil o'rganish uchun qoldiramiz. X o'rniga 1 qo'ysak bo'ldi, chiqaveradi hamma misollarimiz. 34 dan 37 gacha ko'p xatni x ning juft darajalari oldidagi koeffitsiyentlar yig'indisini toping. Buni ham tayyor mana formulasi bor, o'shanga qo'yib yuborsak tezda chiqib keladi. X o'rniga birinchi bo'lib 1 ni qo'yib hisoblaymiz. Keyin minus 1 ni qo'yib hisoblaymiz. Ikkoni qo'shib 2 bo'lib qo'yamiz. Qani ketdik. 34. P qavus ichida 1 barobar 1 ning kubi 3 kara 1 kvadrat plus 7 ko'paygan 1 ning kvadrati 5 kara 1 plus 1 teng. Xo'p, birinchi qavusimizdan hisoblab ko'rsak 5, ikkinchi qavusni hisoblab ko'rsak minus 3 minus 15 bo'ladi. Endi p qavusida minus 1, ya'ni x o'rniga 1 qo'yib minus 1 qo'yib hisoblaymiz. Minus 1 ning kubi 3 ko'paygan minus 1 ning kvadrati qo'shilgan 7 ko'payib minus 1 ning kvadrati minus 5 ko'paygan minus 1 qo'shilgan 1. Xo'p, birinchi qavusni hisoblasak minus 1 ning kubi minus 1 chiqadi. Minus 1 ning kvadrati 1 bo'ladi. Demak, bu yerda minus 4 3 bo'lar ekan birinchi qavusimiz.
Xo'p, ikkinchi qovusimiz minus 1 ning kvadrati 1. 2 oxiridagi 1 bilan bu bilan 7, 21. Formulaga ko'ra ikkosini qo'shib 2 ga bo'lib qo'yishimiz kerak. Minus 15 qo'shuv 21 taqsim 2 teng 21 dan 15 ayirsak 6, 6 ni 3 ga bo'lsak, 2 ga bo'lsak 3 bo'ladi. Javobimiz 3. Yana bitta ishlaymiz. Mana 37 ni ishlab ko'rsataman. Boshladik. X o'rniga 1 qo'yib hisoblaymiz. 1 ning kvadrati 1, yana 1 minus 1 ning 49-darajasi qo'shilgan 3 kara 1 minus 2. Xo'p, hisoblasak. 1 birinchi qovusimizniki, bu yog'i 3 ayrilgan 2 teng 2 chiqadi. Qovus ichida minus 1, endi minus 1 qo'yib hisoblaymiz. Minus 1 ning kvadrati 1 ayrilgan minus 1 minus 1 ning 49-darajasi 3 kara minus 1 ayrilgan 2. Minus 49 minus 1 ning 49-si minus 1 chiqadi. Minus 3 minus 2 minus 6. Endi ikkovini qo'shib 2 bo'lib qo'yamiz. 2 qo'shilgan minus 6 taqsim 2 teng minus 2. Javob minus 2 bo'ladi. Sizdan 41-misolgacha ko'p xatning x ning tog' darajalari oldidagi koeffitsiyentlar yig'indisini topishimiz uchun birinchi bo'lib x o'rniga 1 ni qo'yib hisoblaymiz. So'ng minus 1 ni qo'yib hisoblaymiz. 1-1dan ayiramiz va 2 ga bo'lamiz. Yuqoridagi misolni minusligi. Eslab qolamiz bu formulani. Bu ham muhim, kerak. Ko'p xatlar mavzusiga oid bo'lgan yaxshi misol, yaxshi savol. Boshlaymiz. 38 ishlab ko'ramiz. X o'rniga 1 qo'yamiz deb kelishdik. 1 ning 4-si plus 1, 1 ning kubi minus 3 kara 1 plus 2 teng. Birinchi qovusimizdan 5 chiqadi, ikkinchi qovusimizdan esa 0 chiqadi. Demak 0. Minus 1 ni qo'yib hisoblaymiz. Minus 1 ning 4-si 1 qo'shilgan 4, minus 1 ning kubi minus 1, 3 ko'paygan minus 1 qo'shilgan 2. Birinchi qovusimizdan 5, ikkinchi qovusimizdan esa 4, 20 bo'ladi. Demak, yuqorida qoidaga ko'ra ikkalasini bir-biridan ayirib, yuqoridagi qoidaga ko'ra ikkalasidan bir-birini ayirib 2 ga bo'lamiz. Minus 10 bo'ladi. Qolgan ikkitasi mustaqillashish uchun qoladi. 41 o'rnini ko'ramiz. P qavs ichida minus 1. 41 ga 41 P qavs ichida 1 teng 1 ning kvadrati 1 qo'shilgan 1 ayrilgan 1 ning 35-darajasi 5 ko'paygan 1 minus 4 teng. Birinchi qavsdan 1 chiqadi. 5 minus 4 teng 2 bo'ladi. Keyingisi P qavs ichida minus 1 x o'rniga minus 1 qo'yib hisoblaymiz. Minus 1 ning kvadrati 1 ayrilgan minus 1 ayrilgan minus 1 ning 35-darajasi 5 kara minus 1 ayrilgan 4 teng. Birinchi qavsdan minus 1 chiqadi. Minus 5 minus 4 teng minus 10 bo'ladi. Kelishganimizdek ularni bir-biridan ayirib 2 ga bo'lib qo'yamiz. Teng 6. dan 51-misolgacha ham bir xil yo'ldan ishlanadi. Oson. Ko'p xatni ko'p bo'lganda qoldiq toping deyapti. X teng 1 bo'ladi. Olib borib qo'yamiz o'shani ko'p xatga. 1 ning 4-si 4 ko'paygan 1 ning kubi 5 ko'paygan 1 ning kvadrati 1 ayrilgan 2 teng. Hisoblaymiz. 1 4 5 minus 1 plus 1 minus 2. Hisoblab ko'rsak 5 10 11 9. 9 demak qoldig'imiz 9 deb qabul qilinadi.
deb qabul qilinadi. Qolganlari bir xil. Qirittini ko'ramiz. X teng 0, mana x plus 1 teng 0. Qiritti x plus 1 teng 0, x barobar minus 1. Minus 1 ni ko'p xatga olib borib qo'yamiz. P qavs ichida minus 1 teng minus 1 ning 10-chisi, minus 1 ning 8-chisi, minus 1 ning 6-chisi, minus 1 ning 4-chisi, minus 1 ning kvadrati va plus 1. Hisoblab ko'ramiz. Minus 1 ning 10-chisi 1, 1, 1, 1, 1, 1 teng 6. Qoldig'imiz 6 bo'ladi. Qolganlari ham shunaqa. Qolganlari ham xuddi shunaqa ishlanadi. X ni topamiz, yo borib qo'yamiz, chiqqan javob qoldiq hisoblanadi. 51 gacha bir xil yo'lda ishlanadi. 52 dan 61 gacha aning qanday qiymatlarida px ko'p xat berilgan ko'p xatga qoldiq bo'ladi. Buni ishlash uchun yuqoridagi qoidaga bo'ysunadi. Bo'luvchini 0 ga tenglaymiz. X barobar 1 chiqadi. Olib borib qo'yamiz. 1 ni berilgan ko'p xatga. Ko'p xatni hisoblab chiqamiz. O'sha qo'yilgan qiymatini a plus 7. Bu qoldiq hisoblanadi. Demak, qoldiq qolmasin deganida, bu qoldiq bo'linsin deganida. Shuning uchun qoldiqni 0 bo'ladi. Demak, a plus 7 teng 0. A barobar minus 7 bo'ladi. Demak, anining minus 7 qo'ysak qoldiqsiz bo'linadi. 53. Bo'luvchini 0 ga tenglaymiz. X barobar 2 chiqadi. Olib borib qo'yamiz. A ko'paygan 2 ning kvadrati plus 4 ko'paygan 2 plus 8 teng 0 bo'ladi. Chunki shartda qoldiqsiz bo'linsin, qoldiq qolmasin, qoldig'imiz 0 chiqishi degani. 4a plus 8 hisoblab ketamiz. Ani topishimiz uchun 4a barobar minus 16, a barobar minus 4 bo'ladi. O'rniga minus 4 qo'yishimiz kerak ekan. 54 ham xuddi shunaqa. 55, 56, 57 ham xuddi shunaqa ishlanadi. 58, 59 ni urinib ko'ramiz. 59. Bo'luvchini 0 ga tenglaymiz. X barobar minus 3 teng yog' 3 bo'lib o'tadi. 3 ni borib qo'yamiz. 9 minus 9 plus 1. 1012 plus 3 ning kubi 27. 3 ning kvadrati 9. A ko'paygan 3. 3a plus 8. Qoldiq qolish kerak emas edi. Qoldiqsiz bo'linishi kerak edi. Buni 0 ga tenglaymiz. 1. Qavatimiz natijasi. Bu yerdan 27 dan 9 ayiramiz 18. 8 ni qo'shamiz 26 plus 3a teng 0. Tenglamani ishlab qo'ysak 3a barobar minus 27 bo'lib o'tib ketadi. Tenglikning ikkinchi tomoniga minus 27 ni 3 ga bo'lsak minus 9 bo'ladi. 61 ham xuddi shunaqa ishlanadi. 62 ni ko'ramiz. Aning qanday qiymatlarida ko'p xatning ozod xati 4 ga teng. Ozod xat topishni bilardik. X o'rniga 0 qo'yardik. X o'rniga 0 qo'ysak ozod xat chiqardi. Ozod xat. Demak, bizning shartimiz bo'yicha ozod xatimiz 4 ga teng. Demak, P qo'shimcha 0 teng 4 bo'ladi. X o'rniga 0 qo'yib 4 ga tenglab ishlab qo'yamiz. Qani ketdik. 0 ayrilgan 2 ning kubi 0 ning kvadrati 3 karra 0 plus a teng 4. Hisoblab chiqsak, bu yoqdan minus 8 plus a teng 4. A teng 12. 63. Ko'p xatning ozod xati 5 bo'lsin. P qavs ichida 0 teng 5. X o'rniga 0 qo'yib 5 ga tenglab ishlaymiz. 0 plus 5 ning kubi 4 ko'paygan 0 ning kvadrati 0 qo'shuv a teng 5. 5 ning kubi 125 plus a teng 5. A teng minus 120 chiqadi. 64.
ham xuddi yuqoridagidan ishlanadi. Mustaqil o'rganish uchun qoldiramiz. 65. A ning qanday qiymatlarida ko'pxatning barcha koeffitsiyentlar yig'indisi 1 bo'ladi. Koeffitsiyentlar yig'indini topishni bilardik. P qovus ichida 1 10 bo'lsin deyapti. Shartga ko'ra. X o'rniga 1 qo'yib 10 ga tenglab ishlaymiz. 1 minus 1 ning 5-si 3 ko'paygan 1 ning kubi A ko'paygan 1 plus 2 teng 10. 0 3 minus A plus 2 hisoblayamiz. A teng minus 5. 66. 67 ham xuddi shunaqa. O'rnib ko'ramiz. A ning qanday qiymatlarida ko'pxatning barcha koeffitsiyentlar yig'indisi minus 2 bo'ladi. Demak, qovus ichida P qovus ichida 1 teng minus 2 bo'lishi kerak. Hisoblaymiz. 1 plus 1 ning 5-si 4 ko'paygan 1 ning kvadrati 2A ko'paygan 1 plus 20 teng minus 2. 2 ning 5-si 32 plus 4 minus 2A plus 20 teng minus 2. Minus 2A barobar 32, 36, 56, minus 2, minus 56. Minus 2A barobar minus 58. A barobar 29. 68. Barcha koeffitsiyentlar yig'indisi 3 buga teng bo'lsin. Yuqoridagi misol bilan bir xil ishlanadi. 69. A ning qanday qiymatlarida ko'pxatning barcha koeffitsiyentlar yig'indisi 0 ga teng bo'ladi. Bu ham P qovus ichida 1 teng 0 bo'lishi kerak. X o'rniga 1 qo'yib 0 ga tenglab ishlab qo'yamiz. 1 minus A ning 215-si plus 1 minus 2 teng 0. 1 minus A ning 215-si teng 1. 1 minus A barobar 1, A barobar 0. 70-savolga e'tibor qaratamiz. A ning qanday qiymatlarida ko'pxatni x minus 2 bo'lgandagi qoldiq 4 chiqadi. Biz bilardik qoldiq topishni 0 ga tenglaymiz bo'luvchini. X barobar 2 chiqadi. Olib borib qo'yamiz. O'sha 2 ni chiqqan javobimiz qoldiq hisoblanadi. Ya'ni 2 ning kubi 2 ning kvadrati A ko'paygan 2 plus 6 teng qoldiq. Qoldig'imiz 4 ga teng. Bundan kelib chiqadiki, buni 4 ga tenglab ishlayib boramiz. 4. 2A barobar minus 14 A teng minus 7 chiqadi. 71, 72 bir xil. 72 ni mana bu yerda ko'rsatamiz. 72 bo'luvchini 0 ga tenglaymiz. X teng 5 chiqadi. Olib borib qo'yamiz. X o'rniga qoldig'ini topish uchun 5 ning kubi 5 ko'paygan 5 ning kvadrati plus A ko'paygan 5 plus 25 teng qoldiq, ya'ni minus 5. Xo'p, 125 5 ning kubi, bu ham 125 chiqadi. 5A plus 25 teng minus 5. 5A barobar kelasi 225 125 250 275 5 ayrilgan 275 5A barobar minus 280 280 ni 5 ga bo'lsak minus 56. 73-misol. A ning qanday qiymatlarida x plus ko'pxatni x plus 3 bo'lgan qoldiq minus 9 chiqadi. Yuqoridagi bir xil ishlanadi. Bo'luvchini 0 ga tenglaymiz. X teng minus 3 bo'ladi. Minus 3 olib borib qo'yamiz. Qoldig'imiz minus 9 bo'lishi kerak. Mana shu sxema bilan ishlab ko'rsak bo'ladi. 74-misolga e'tibor qaratamiz. A va B ning qanday qiymatlarida ko'pxatga x ning jup darajalar oldidagi koeffitsiyentlar yig'indisi 14 ga teng bo'ladi. X ning tog' darajalari oldidagi koeffitsiyent yig'indisi ham minus 6 bo'ladi.
bo'ldi. X jup darajalari oldidagi koeffitsiyentlar yig'indisining formulasi mana. Mana shu bo'yicha topilgan edi. Shart bo'yicha 14 bo'lsin degan. Toq darajalari oldidagi koeffitsiyentlar yig'indisi esa mana bu sxema bo'yicha topilgan edi. Shart bo'yicha bu -6 bo'lsin. Sistema qilib ishlab olamiz. Xo'p. P1 plus P-1 teng 28. P1 minus P-1 barobar -12. Qo'shib yuborsak 2P1 teng 16, P1 teng 8, P-1 esa 20. Demak, x o'rniga 1 ni qo'yib 8 ga tenglaymiz. X o'rniga -1 ni qo'yib 20 ga tenglaymiz. Qani boshladik. 1 ayrilgan 1 ning 4-si a ko'paygan 1 ning kvadrati plus b ko'paygan 1 plus 5 teng 8. -1 ayrilgan -1 ning 4-si a ko'paygan -1 ning kvadrati b ko'paygan -1 plus 5 teng 20. Soddalashtirib chiqsak a plus b teng 3 paydo bo'ladi. Birinchi tenglamada, ikkinchi tenglamada esa a minus b teng -1. Qo'shib yuboramiz. 2a teng 2, a teng 1, b teng 2 chiqadi. 75-savol ham yuqoridagi bilan bir xil, mustaqil ishlash uchun qoldiramiz. 76-savolga o'tamiz. X o'rniga p x plus 1 ni xat toping degani, x o'rniga x plus 1 qo'yib hisoblang deyishgani. X plus 1 qo'yib hisoblaymiz. Ya'ni qayerda x ko'rsak o'rniga x plus 1 yozib chiqamiz. X ning kvadrati plus 2x plus 1 plus 3x plus 3 plus 2 teng x ning kvadrati plus 5x plus 6. Demak, p x plus 1 xat, x ning kvadrati 5x plus 6. 77-savol. X o'rniga 2x minus 1 qo'yib hisoblasa bo'ldi ekan. Tayyor bo'ladi. 78-misolimiz esa yuqorida misollar teskari hisoblanadi. X minus 1 uchun biz buni hozir 3 ko'paygan e'tibor qaratamiz. P x minus 3 bo'lgani uchun 3 ko'paygan x minus 3 olib kelamiz. Qavsni ochamiz. 3x minus 9 bo'ladi. 3x minus 9 bo'ladi. Demak, 9 qo'shib qo'yamiz. Bu minus 9 bo'lganligi uchun keyin plus 4 o'zini kelib joylashadi. Hisoblaymiz. 3x minus 3 plus 13. Demak, px ko'p xatimiz 3x plus 13 ekan. Yetmish to'qqizga e'tibor qaratamiz. Barobar x minus 2 qo'shuv 3x minus 1 qilib yozib olamiz. Keyin hisoblaymiz hozir. X ga 3x ni qo'shsak 4x bo'ladi. Bizga 8x kerak. Demak, ularning oldiga 2 ga ko'paytirib qo'yamiz. Har birini. Qavs ochib chiqqanimizda 2x minus 4, bunisi esa 6x minus 2 bo'ladi. X larni qo'shsak bir-biriga 8x bo'ladi. Demak, minus 4 bilan minus 2 ni qo'shib qo'yamiz. Plus 4 plus 2. Minus 4 o'zi bor edi. Barobar bir sira soddalashtirib olamiz. 2 x minus 2 plus 2 ko'paygan 3x minus 1 plus 2. Oxirdagi 2 ni ikkalasiga
teng taqsimlab beramiz. 2x minus 2 plus 1 2 3x minus 1 plus 1. Demak, mana bu birinchisi px minus 2 xat, ikkinchisi esa p 3x minus 1 xat. Bundan kelib chiqadiki, px xatimiz 2x plus 1 ga teng bo'ladi. 80-misolga e'tibor qaratamiz. 80-misol. misol barobar bu x minus 1 ning kvadratini beradi. Demak, px xatimiz x ning kvadratiga teng. 81-misolimiz esa, ya'ni x plus 1 ni t ga tenglaymiz. X ni topamiz, t minus 1 chiqqan t minus 1 ni olib borib qo'yamiz. Qayerda x ko'rsak. Demak, p qovsichida t bu 3 ko'paygan t minus 1 ning kvadrati t minus 1 teng. Qo'shib yuboramiz. 3t kvadrat minus 2t plus 1 minus t plus 1 teng 3t ning kvadrati minus 6t plus 3 minus t plus 1 teng. Solib chiqamiz. 3t kvadrat minus 7t plus 4. Demak, p t esa 3t kvadrat plus 7t plus 4 chiqdi. T ni x ga aylantirib qo'yamiz. Px barobar 3x kvadrat minus 7x plus 4 bo'ladi. 82-misol. 2x minus 1 ni t ga tenglaymiz. X ni topib chiqamiz. Topilgan x ni olib borib qo'yamiz o'z o'rniga. pt bu yerda t edi. 2 ko'paygan t plus 1 taqsim 2 ning kvadrati t plus 1 taqsim 2 plus 1 bo'ladi. Soddalashtirib chiqamiz. 2 ko'paygan t kvadrat 2t qo'shilamiz 4 t plus 1 taqsim 2 plus 1. Qisqartiramiz. 2 dan t kvadrat plus 2t plus 1 taqsim 2 minus t plus 1 taqsim 2 plus 1. Umumiy maxrajga yuboramiz. T kvadrat plus 2t plus 1 minus t minus 1 plus 2. 2 dan umumiy maxraj berganmiz. Ixchamlab chiqsak, t kvadrat plus t plus 3 taqsim 2. Hosil bo'lgan ifodani x ga aylantirib qo'yamiz. px teng x ning kvadrati plus x plus 3 taqsim 2. 83-misol. 83-misol. x minus 1 ning kvadrati qo'shilgan x plus 1 ning kvadrati deb yozib olamiz. Ochib olamiz o'zimiz uchun. X kvadrat minus 2x plus 1 x kvadrat plus 2x plus 1. Demak, ko'rinib turibdi. X kvadratlari qo'shilib 2x kvadratni beradi. Minus 2x bilan 2x o'zaro eshib ketadi. 1 bilan 1 qo'shilib 2 paydo bo'ladi. Demak, yozgan ifodamiz to'g'ri. Bundan kelib chiqadiki, mana bu ifodamiz px minus 1 ifoda ko'p xat x minus 1 ning kvadratiga teng. Ikkinchisi esa px plus 1 esa x plus 1 ning kvadratiga teng. Bundan kelib chiqadiki, pximiz x kvadrat bo'ladi.
84-misol. Barobar. Bularni ham xuddi yuqorida usuldan kelamiz. X minus 1 ning kvadrati plus x plus 2 ning kvadrati. Qavsni ochib olamiz. Qavsni ochib olsak x kvadrat minus 2x plus 1. Bunisini ochib olamiz. X kvadrat plus 4x plus 4. Endi e'tibor qaratamiz. Bizga 4x kvadrat berilgan. Bu yerda x kvadrat yana x kvadrat 2x kvadrat paydo bo'lyapti. Demak, bu ifodalarning oldiga 2 ni ko'paytirish kerak bo'ladi. Shunda 2 ni ko'paytirsak 4x kvadrat chiqadi. 4x kvadrat. 4x kvadrat bo'lgandan keyin qavsni ochsak, mana bu yerda minus 4x bo'ladi. Shu minus 4x ni qo'shib qo'yamiz. Plus 4x qilib. Keyin 2 kere 4x 8x bo'ladi. Plusdan o'sha 8x ayirib qo'yamiz. Minus 8x. Keyin esa mana bu yerdagi 4x berilishda 4x oldiga kelib tushadi. Plus 4x. Endi ozod xatlarga o'tamiz. Xo'p, mana bu birinchi ifodadan 2 kere 1 2 plus 2 o'sha 2 ni ayirib qo'yamiz. Minus 2 qilib 2 kere 4 8 plus 8 o'sha 8 ayirib qo'yamiz. Va yana 22 oldiga tushadi. Bir soddalashtirib chiqamiz endi. 2x minus 1 ning kvadrati plus 2x plus 2 ning kvadrati plus o'zaro yeyishib ketar ekan bular. 0 chiqadi. 0 chiqadi va 12 paydo bo'ladi. Demak, biz 12 ni ikkalasiga teng taqsimlab beramiz. X minus 1 ning kvadrati plus 6. 2x plus 2 ning kvadrati plus 6. Mana bu ifodamiz px minus 1. Bu ifodamiz esa px plus 2. Demak, pximiz 2x kvadrat plus 6 ga teng bo'ladi. 85-savol. Mustaqil o'zini ko'rishni qoldiramiz. Yuqorida usuldan foydalanib ko'rsa to'g'ri bo'ladi. Tezroq chiqadi. 86-misolga e'tibor qaratamiz. A va B ning qanday qiymatlarida px ko'p xat qo'y x ko'p xatga qoldiqsiz bo'linadi. Biz yuqorida ishlagan edik. Qoldiqsiz bo'linish qoidasiga ko'ra bo'luvchini 0 ga tenglar edik. Ikkita qiymat kelib chiqadi bu yerda. 1 bilan 3. O'sha qiymatni bo'linuvchiga olib borib qo'ysak 0 chiqishi kerak. Sababi qoldiqsiz bo'linsin degan. Demak, P1 teng 0 bo'lishi kerak. P3 ham 0 bo'lishi kerak. O'sha sxema bo'yicha uni qo'yib chiqamiz. 1 da qo'yib chiqsak 1 ning kubi plus a ko'paygan 1 ning kvadrati b ko'paygan 1 plus 6 barobar 0. 3 ni qo'yib chiqamiz. 3 ning kubi plus a ko'paygan 3 ning kvadrati b ko'paygan 3 plus 6 teng 0 bo'ladi. Sistema paydo bo'ldi. O'sha sistemani soddalashtirib chiqamiz. A plus b teng minus 7. 9a plus 3b teng minus 33. Ikkinchi tenglamani 3 ga bo'lib yuboramiz. Shunda bizga 3a plus b teng minus 11 paydo bo'ladi. Ayirib yuborsak minusdan 2a teng 4. A barobar minus 2 bo'ladi. B ni topib chiqsak esa minus 5 bo'ladi. Demak, A bilan B ning qiymatlari minus 2 bilan minus 5. 87-misol. 0 ga tenglaymiz bo'luvchini. Ildizlarni topib chiqamiz. 2 bilan 1 paydo bo'ladi. Ildizlarni topib chiqamiz. 2 bilan minus 2 paydo bo'ladi. Chiqqan javoblarni olib borib qo'yamiz. Qoldiqsiz bo'linish uchun qoldig'i 0 bo'lishi kerak. Demak, 0 ga tenglab ishlashimiz kerak bo'ladi. P minus 2 teng 0. P2 teng 0. Minus 2 ni qo'yib ko'ramiz. Minus 8 plus 4a minus 2b minus 4 teng 0. 2 ni qo'yib ko'ramiz. 8 plus 4a plus 2b minus 4 teng 0. Soddalashtirib olamiz bir sira.
4a minus 2b teng 12. 4a plus 2b teng minus 4. Ifodalar qo'shib yuborsak, 8a barobar 8, a teng 1 bo'ladi. 4 ko'paygan 1 minus 2b barobar 12. Minus 2b barobar 8, b barobar minus 4. 88, 89, 90 misollar yuqorida misollar bilan bir xil, o'shaning uchun mustaqil o'rganish uchun qoldiramiz. 91-misolga o'tamiz. Tenglamani ko'paytiruvchi ajratish usuli bilan yeching deyishibdi. Demak, bu tenglamalar ishlashimiz uchun biz ko'proq ozod xatga e'tibor qaratamiz. Ozod xat nechalarga bo'linadi? Masalan, plus minus 1 ga bo'linadi, plus minus 2 ga bo'linadi, plus minus 3 ga bo'linadi. O'shalardan birontasini o'rniga qo'yib tekshirib ko'ramiz, javob bo'ladimi, bo'lmaydimi? Xo'p, 1 da tekshirib ko'rsak, 1 ning kubi minus 6 ko'paygan 1 ning kvadrati 11 ko'paygan 1 minus 6 teng 0 chiqami ekan. 1 minus 6 plus 11 minus 6 teng 0. 0 teng 0. Demak, tenglamaning javobi 1 ekan. Tenglamaning javobi 1 bo'lsa, x teng 1 bo'lsa, 1 deb yo'q o'tkazamiz, x minus 1 teng 0 bo'ladi. Demak, biz bu ifodani x minus 1 ga olib kelamiz. Ya'ni x ning kubi minus x ning kvadrati, x kvadrati chiqarib olsam shu yerdan men hozir x minus 1 paydo bo'ladi. O'sha sig'imchi ishlashimiz kerak bo'ladi. Minus 5x kvadrat, chunki bizga minus 6x kvadrat kerak edi. Buni yonidan plus 5x yozaman. Hozir men bu ifodadan 5x ni chiqarib olsam, x minus 1 paydo bo'ladi. Qolgani 11x kerak bizga. 11x 5x yozildi. Demak, 6x yozamiz. Minus 6 o'zi turibdi, teng 0. 6 ni chiqarsak x minus 1 bo'ladi, barobar 0. Demak, x minus 1 ni chiqaramiz hamma ifodadan. X kvadrat minus 5x plus 6 teng 0. X minus 1 teng 0. X kvadrat minus 5x plus 6 barobar 0. X teng 1. X birimiz, x ikkimiz esa x 2 teng 2, x 3imiz teng 3 bo'ladi. Demak, teng 3 ta javob bor ekan. 92-misolga o'tamiz. 92-misolga. Mana bu yerdagi ozod xadi plus minus 1 ga bo'linadi, plus minus 2 ga bo'linadi, plus minus 3 ga bo'linadi. 1 da qo'yib tekshirib ko'ramiz. Ko'pincha javoblar 1 bo'ladi. 1 ning kubi minus 10 ko'paygan 1 ning kvadrati 23 ko'paygan 1 minus 14 teng 0 bo'ladi. 1 minus 10 plus 23 minus 14 teng 0. 0 teng 0 bo'lar ekan. Demak, tenglamaning javobi 1. Bu ifodani ham x minus 1 ga olib kelamiz. X ning kubi minus x kvadrat. X kvadrat chiqarib olsam, x minus 1 bo'ladi. Minus 9x kvadrat. 10x kvadrat bo'lishi kerak edi. Demak, undan keyin yozamiz plusdan 9x. Minus 9x chiqarib olsa bo'ladi. Oxirgi ikkita qo'shiluvchidan x minus 1 bo'ladi. Plus 14x bizga 23x deb beradi, birgalashib bo'lar. Minus 14x o'ziga 14 o'zi kelib tushadi. 14 ni chiqarib olsam 9x plus 14x minus 14 teng 0 bo'ladi. 14 ni chiqarib olsam x minus 1 paydo bo'ladi. Ifodaning hammasini x minus 1 da chiqaramiz. X kvadrat minus 9x plus 14 teng 0 bo'ladi. Demak, x minus 1 teng 0. X kvadrat minus 9x plus 14 teng 0. Oddiygina kvadrat tenglama va chiziq tenglama aylanib qoldi. X barobar 1 bo'ladi. Bundan esa x 2 teng 2, x 3 teng 7 kvadrat tenglamaning javoblari 3 ta ichimga ega. 93 ni mustaqil ishlash uchun qoldiramiz. Shu usuldan kelsa bo'ladi. Adashmasam buni ham javobi balkim 1 ga bo'lishi mumkin. 94-misol, 95-misollarga ham xuddi shunaqa usul zo'r tushadi. 95 ni bir urinib ko'ramiz. 95 ni urinib ko'ramiz. Xo'p, boshladik. Ozod xadi 10, u plus minus 1, plus minus 2 larga bo'linib ko'radi. Plus 1 ni qo'ygandan hojati yo'q, chunki hammasi qo'shiluvchi. Qo'shilib baribir 0 chiqmaydi. O'shaning uchun minus 1 tekshirib ko'ramiz. Minus 1 ning kubi minus 1, plus 8 ko'paygan minus 1 ning kvadrati 8, minus 17 ko'paygan minus 17 plus 10 teng 0.
0 teng 0 bo'ladi. Demak, tenglamamiz javobi x barobar -1 ekan. Buni x plus 1 ga olib kelamiz. Xo'p, x ning kubi plus x kvadrat. Sababi x kvadratni chiqarib olsam, x plus 1 paydo bo'ladi. Plus 7x bo'ladi, 7x kvadrat bo'ladi. Birgalashib 8x kvadratni beradi. 17x esa 7x qilib, 7x va 10x larga maydalab yuboramiz. Teng 0. 7x chiqaradi, 10 ni chiqaramiz. 7x chiqarib olsak x plus 1, 10 ni chiqarib olsak x plus 1 teng 0 bo'ladi. Ifodaning hammasi, tenglamaning hamma ifoda tenglamadan x plus 1 ni chiqarib olsak x kvadrat plus 7x plus 10. Oddiygina chiziqlar va kvadrat tenglama aylanib qoldi. X plus 1 barobar 0, x kvadrat plus 7x plus 10 teng 0 bo'ladi. X teng -1, x1 teng -5 va x2 teng -2 paydo bo'ladi. Tenglamaning 3 ta javobi bor ekan. Xo'p, 96, 97, 98, 99 lar tashlab ketamiz. Mustaqil o'rganib ko'ramiz. O'rganish uchun biz 100-misolda boshlaymiz. Oxirgisi qiyinroq bo'ladi deyishadi, o'shaning uchun ishlab ko'ramiz. Xo'p. Mana bu yerdagi birinchi 2x kubning ikkisiga e'tibor qaratamiz. Ko'pincha javobimiz oldida mana shu 2 tursa yo 3 tursa, javobimiz 1/3, 1/2 degan javoblar bo'ladi. U yerda hozir bizga 1/2 ni qo'yib tekshirib ko'ramiz. Boshladik. 2 ko'paygan 1/8, 1/2 ning kubi. 3 ko'paygan 1/4 bo'ladi. 1/2 kvadrat bo'lgani uchun 7 ko'paygan 1/2 plus 4 teng 0 bo'ladi. Bu yerda 1/4 minus 3/4 minus 7/2 plus 4 teng 0. Tekshirib ko'ramiz. Xo'p. Mana bu yerda minus 1/2 paydo bo'lar ekan. 7/2 plus 4 teng 0. Bu yerda minus 4 plus 4 0 teng 0. Demak, tenglamaning javobi 1/2 ekan. 1/2 ekan. Biz bu ifodani 2x minus 1 ga olib kelamiz. Xo'p, boshladik. 2x ning kubi minus x kvadrat. Biz bundan x kvadratni chiqarib olsak, 2x minus 1 paydo bo'ladi. Minus 2x ning kvadrati. Xo'p, plus x deb yozamiz. Sababi hozir bu yerdan x ni chiqarib oladigan bo'lsak, 2x minus 1 bo'ladi. Minus 7x bor ekan, bizga plus x bo'ldi. Plus 8x qilamiz va 4 kelib tushadi. Teng 0 bo'ladi. Biz bu yerdan minus 4 ni chiqarib olsak, 2x minus 1 bo'ladi. Demak, tenglamamizning hamma qismida 2x minus 1 paydo bo'ldi. Demak, biz 2x minus 1 ni chiqarib olamiz. X ning kvadrati minus x minus 4 teng 0 bo'ladi. 2x minus 1 barobar 0, x barobar 1/2. Birinchisi topildi. X kvadrat minus x minus 4 teng 0. Deskrimni tekshirib ko'ramiz. Yo bo'lmasa birdan x1 x2 qo'yib yuboramiz. x1 x2 teng 1 plus minus ildiz ostida 1 plus 4 ko'paygan 4/2, 1 plus minus ildiz ostiga 17/2. Tenglamamizning javobi mana. 3 ta yechimga ega. Xo'p, iqtidorli o'quvchilar uchun mo'ljallangan savollarga o'tamiz. 101-misolda boshladik. Px ko'p xatni bo'lgandagi qoldiq bor. X minus 2 bo'lgan qoldiq toping. Demak, qoldiq bo'lish formulasidan foydalanamiz. Px ni bo'lamiz x kvadrat minus 5x plus 6 ga qoldiq 5x minus 1 bo'ladi. Bo'linmaga noma'lum bo'linma, o'shaning uchun o'zimiz bironta bir ifodani belgilab olamiz. Qandaydir bir x bo'lsin. Px ni topadigan bo'lsak, bo'linma ko'paygan bo'luvchi plus qoldiq bo'ladi. 5x minus 1. Endi o'sha px ni x minus 2 ga bo'lgandan qoldiq so'ralyapti. Demak, x minus 2 ni 0 ga tenglaymiz. Isk usulimizdan foydalanamiz. X barobar 2 bo'ladi. O'sha 2 ni px ga borib qo'yamiz. Chiqqan javob qoldiq bo'ladi. Xo'p, boshladik. P2 teng qo'shida 2. 2 ning kvadrati 5 ko'paygan 2 plus 6 plus 5 ko'paygan 2 minus 1.
Hisoblab ko'rsak, bu yerda 0 chiqadi. Demak, x yo'qolib ketadi. 9 bo'ladi. Demak, qoldig'imiz 9 hisoblanadi. 102. Px teng x ko'paygan x kvadrat minus 9 plus qoldi qo'shib qo'yamiz. 2x plus 21. Xo'p, px ni biz bo'lishimiz kerak x minus 3 ga. X minus 3 ni 0 ga tenglaymiz, x topib olamiz. Olib borib qo'yamiz x o'rniga. Chiqqan javob qoldiq hisoblanadi. Yuqoridagi usul q3 3 ning kvadrati minus 9 plus 2 kare 3 plus 21. Hisoblab ko'rsak 0 plus 6 plus 21 teng 27. Qoldig'imiz 27 hisoblanadi. 103 misolga e'tibor qaratamiz. Agar bir xil bo'lsa tashlab ketamiz. 103 ham bir xil ekan. 104 ga o'tamiz. Px ko'p qatni x minus 4 ga bo'lganda 1, x minus 2 bo'lganda qoldiq 3 qoladi. Demak, px ko'p qatni topib olamiz. Px ko'p qat barobar qx ko'paygan bo'luvchi x minus 4 qoldiq qo'shib qo'yamiz. Ikkinchisi, px ko'p qatni x minus 2 ga bo'lganimizda, demak, qandaydir tx deb yozib olamiz. X minus 2 qo'shilgan minus 3 qoldiq qo'shib qo'yiladi. Px ko'p qatni bo'lishimiz kerak x kvadrat minus 6x plus 8 ga. Qoldiq topilishi kerak. Xo'p, boshladik. Px lar bir-biriga tenglay bo'lamiz. Qx x minus 4 plus 1 tx x minus 2 minus 3. Soddalashtiramiz. Qx ko'paygan x minus 4 teng tx x minus 2 minus 4. X ga 4 qo'yamiz. Q4 ko'paygan 0 teng T4 4 minus 2 minus 4 bo'ladi. Bu yerda 0 teng T4 ko'paygan 2 minus 4. T4 ni topsak 2 chiqadi. Endi o'ylaymiz. Shunday tx bironta bir ko'p xatmi yo bir xatmi o'ylab topishimiz kerak. X o'rniga 4 qo'yganda 2 chiqsin. Demak, bu tximiz x minus 2 ga keladi. X o'rniga 4 qo'ysak 2 chiqadi. O'sha tx topildi. O'sha topilgan ifodani qaytarib o'z joyiga qo'yamiz. Ya'ni mana bu joyga. Px teng x minus 2 ko'paygan x minus 2 ning minus 2 minus 3. Soddalashtirib chiqamiz. X kvadrat minus 4x plus 4 minus 3. X kvadrat minus 4x plus 1 paydo bo'ladi. Endi o'sha paydo hosil bo'lgan ifodani x kvadrat minus 6x plus 8 ga bo'lamiz. Ya'ni x kvadrat minus 4x plus 1 ni bo'lamiz x kvadrat minus 6x plus 8 ga. Qoldiq topishimiz uchun yuqorida x kvadrat minus 6x plus 1 ni hosil qilamiz. X kvadrat minus 6 mahrajda yozib oldim. Endi suratda o'ylaymiz. Xo'p, bu yerda minus 6x paydo bo'ldi. Bizga minus 4x kerak. Demak, 2x ni qo'shamiz. Qo'shilgan 2x bo'ladi. 8 bor bizda. 8, mana 8. Bizga 1 kerak. Demak, ayiramiz 7 ni. Teng bo'lsak, mana bu ifoda mahrajga to'liq bo'linadi. 1 plus
2x minus 7 taqsim x kvadrat minus 6x plus 8. Demak, qoldig'imiz suratda bo'ladi. 2x minus 7. 105-misol. X teng x ko'paygan x minus 3 qo'shilgan 4. Qolib qo'shib qo'ydik. Keyingisi px teng qandaydir tx deb qabul qilamiz. X minus 1 ga bo'lamiz. Qolibni qo'shib qo'yamiz. Bir-biriga tenglik bo'lamiz bularni. Yuqorida usulda mustahkamlashni yana bir marta ishlab ko'ryapmiz. Agar bundan keyin yana bitta bo'lsa, shu misol haqida biz o'zimiz mustaqil ishlashlaring uchun qoldiramiz. X ga 3 qo'yamiz. X dan qutulish maqsadida Q3 ko'paygan 0 plus 4 T3 3 minus 1 plus 2 4 minus 2 teng T3 ko'paygan 2 T3 ni hisoblab topadigan bo'lsak, xo'p, 1 chiqadi. Demak biz Tx ni T3 ni 3 minus 2 ga olib kelamiz. 1 chiqish uchun demak Tx'imiz x minus 2 ga teng ekan. Bunda ham bir xil bo'lar ekan yuqoridagisi bilan. Hosil bo'lgan Tx ni o'zini o'rniga qo'yib qo'yamiz. Demak, Px'imiz x minus 2 ko'paygan x minus 1 plus 2 bo'ladi. Soddalashtirib chiqsak, x kvadrat minus 3x plus 2 plus 2, ya'ni x kvadrat minus 3x plus 4 bo'ladi. Biz px ni bo'lamiz ifoda, ya'ni x kvadrat minus 4x plus 3 ga bo'lamiz. Hosil bo'lgan yoki topib olgan px'imizni suratga yozib yuboramizda, mahrajni o'zini yozib olib, suratda mahrajni hosil qilamiz. Ya'ni x kvadrat minus 4x plus 3 bo'ladi. Xo'p, bizga minus 3x kerak. Bizga minus 4x bo'lyapti. Demak, biz u yerga x ni qo'shib qo'ysak zo'r bo'ladi. Plus 1 qilsak, 3 bilan 1 qo'shib 4 paydo bo'ladi. X kvadrat mahraj qismini yozyapmiz. Mana bu suratdagi x kvadrat minus 4x plus 3 mahrajga to'liq bo'linadi. O'shaning uchun 1 plus x plus 1 taqsim x kvadrat minus 4x plus 3. Qoldig'imiz suratda x plus 1 bo'ladi. Bir yuz olti bir xil, 107 ham xuddi shunaqa ishlanadi. Mustaqil urinib ko'ramiz. 108 qani px kub qadning ozod qadri 3 ga teng. Demak, px ozod qadrini topish formulasi x ga 0 qo'yish kerak edi. Barcha koeffitsiyentlar yig'indisi, ya'ni x ga 1 qo'yish kerak edi. Px kub qadni, ya'ni px bu yerga qandaydir qo'y x dan beramiz. Px ni topib olamiz. Px'imiz qx ko'paygan x kvadrat minus x bo'ladi plus q bo'ladi. Endi x o'rniga 0 qo'yamiz. Q 0 ko'paygan 0 kvadrat plus 0 plus q bo'ladi. Qx desak yaxshiroq bo'lar ekan bu yerda. Qx qandaydir ifoda qoladi bu yerda. Q0 deymiz. Q0 ni topib olsak, bu P0 ga teng. Q0'imiz esa 3 bo'ladi. Keyin x o'rniga 1 qo'yamiz. P1 teng Q1 ko'paygan 1 ning kvadrati minus 1 plus Q qo'shida 1. P1 o'rniga 5 yozib ketamiz. Bu yog'i 0 plus Q qo'shida 1 bo'ladi. Q1'imiz esa 5 bo'ladi. Demak, x o'rniga 1 qo'ysak 5, 0 qo'ysak 3 chiqadigan ifoda topishimiz kerak. Xo'p, qo'y x ni biz kx plus b deb o'ylaymiz. X o'rniga 1 qo'ysak 5 chiqish kerak edi. 5 teng k ko'paygan 1 plus b bo'ladi. Xo'p, bunisiga o'tsak, 0 qo'yganimizda esa
3 chiqish kerak edi. 3 teng k ko'paygan 0. Xo'p, px ko'p xatni bo'lamiz x kvadrat minus x ga. Qoldig'imiz qandaydir qu x bo'ladi. Bo'linmaga esa qandaydir katta qu x dan beramiz. px ni topadigan bo'lsak, qu x ko'paygan x kvadrat minus x plus kichik qu x. Xo'p, x o'rniga 0 qo'yamiz, chunki bizga mana bu yerda ozod hali bor. X o'rniga 0 qo'yishimiz kerak edi. Keyin 1 qo'yib ko'ramiz. P1 teng Q1 1 ning kvadrati 1 plus Q2 ya'ni Q1 x o'rniga 0 qo'yamiz. P0 teng Q0 0 ning kvadrati minus 0 plus Q qo'shishda 0 bo'ladi. 3 ga teng 0 bo'ladi bu yog'i. Q0 teng 3, ya'ni x o'rniga 0 qo'ysak 3 qadin ko'p qat topishimiz kerak. Xo'p, endi 1 qo'yamiz. P1 teng Q1 1 ning kvadrati minus 1 plus Q1 bo'ladi. 5 qo'yamiz. 0 bo'ladi. Bu Q1 bo'ladi. Q1 barobar 5 bo'ladi. Demak, x o'rniga 1 qo'ysak 5 chiqadi, x o'rniga 0 qo'ysak 3 chiqadigan ko'p qat topishimiz kerak bo'ladi. Bu Qx ko'p xatimiz esa kx plus b ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, 0 qo'ysak 3 chiqish kerak bo'ladi. 3 teng k ko'paygan 0 plus b. 1 qo'ysak 5 chiqish kerak edi. 5 teng k ko'paygan 1 plus b bo'ladi. Ishlab chiqsak, k bilan topib chiqsak, b'miz 3, k esa 2 bo'ladi. Demak, qx ya'ni qoldig'imiz 2x plus 3 ekan. 109-misolga e'tibor qaratamiz. Xuddi shunaqa bo'lsa ham, lekin urinib ko'ramiz, ishlab ko'ramiz. Ozod hadi, ya'ni p x o'rniga 0 qo'yganda 1 chiqadi. Koeffitsiyentlar yig'indisi esa p1 teng minus 4 bo'ladi. Xo'p, px ko'p xatni bo'lishimiz kerak ekan. X kvadrat minus x ga qandaydir qx plus qoldiq qx kichkina. X o'rniga 0 qo'yamiz. 0 qo'yamiz. 0 ko'paygan q 0 plus q 0. 1 bo'ladi bu. Q 0. Demak, x o'rniga 0 qo'ysak 1 chiqadigan ko'p xat ekan bizning qoldig'imiz. X o'rniga minus 4 qo'yamiz. X o'rniga minus 1 qo'yamiz. X o'rniga 1 qo'yamiz. P1 1 kvadrat minus 1 ko'paygan Q1 plus Q qo'shida 1. Bu minus 4 ga teng boshidagisi bu yog'i 0 bo'lib ketadi. Q1 chiqadi. Q1'imiz esa minus 4. Kelishganimizdek bizning ko'p xatimiz yoki bizning qoldig'imiz, kelishganimizdek bizning qoldig'imiz kx plus b ko'rinishda bo'lishi kerak. Demak, 0 qo'yganimizda 1 chiqadi. 1 teng k ko'paygan 0 plus b. 1 qo'yganimizda esa minus 4 chiqish kerak bo'ladi. Minus 4 teng k ko'paygan 1 plus b. Sistema. Bu yerda b teng 1ligini ko'rishimiz mumkin. K esa borib qo'ysak minus 5. Demak, bizning qoldig'imiz minus 5x plus 1. Bir sonraki misolda esa mustaqil urinib ko'rishni qoldiramiz. 111 ga o'tamiz. Ko'p xatni x kvadrat plus x ga bo'lgan qoldig'ini toping degan ekan. Demak, biz o'sha eski usuldan foydalanamiz. X kvadrat plus x ni 0 ga tenglaymiz. X kvadrat topib olamiz, minus x chiqadi. Endi ko'p xatning qayrida x kvadrat ko'rsak, o'rniga minus x yozib chiqamiz. Ya'ni boshladik. X ning 7-chisi minus 2x ning kubi minus 4x ning kvadrati plus 3x minus 2 teng x ning kvadratini
kubi ko'paygan x xning 7-sini beradi. 2 ko'paygan x ning kvadrati ko'paygan x minus 4 ko'paygan x ning kvadrati plus 3x minus 2. Biz buni o'rniga minus x yozamiz. X kvadrat o'rniga minus x yozamiz. X kvadrat o'rniga minus x yozib chiqamiz. Minus x ning kubi ko'paygan x, 2 ko'paygan minus x ko'paygan x minus 4 ko'paygan minus x ko'paygan minus x qo'shilgan 3x minus 2 teng soddalashtirib boramiz. Minus x ning 4-si plus 2x kvadrat plus 7x minus 2 bo'ladi. Minus x ning 4-si o'rniga minus x ning kvadratini yozamiz. 2 ko'paygan minus x plus 7x minus 2 teng minus x kvadrat minus 2x plus 7x minus 2 x kvadrat o'rniga minus x yozamiz deb kelishuvdik. Minus x plus 5x bo'ldi. Minus 2x bilan 7x minus 2 birgalashib bular 6x minus 2 beradi. Demak, qoldig'imiz 6x minus 2. Bir 113 misol x berilgan ifoda va qo'y x ning ozod hadi, ya'ni q 0 barobar 6, px ning koeffitsiyentlar yig'indisi, ya'ni p1 ni so'rayapti. Biz yuqoridagi ifodaga x o'rniga 1 qo'yamiz. Boshladik. X teng 1 bo'lsa nima bo'ladi? 1 plus 2 p qo'shida 1 1 ning kvadrati plus 5 q 1 minus 1 hisob chiqamiz. 3 p 1 6 q 0. 6 bilan 3 qisqarib 2 dan p 1 teng 2 ko'paygan q 0 6 ga teng edi. p 1 teng 12. Demak, px ning ko'pxatning koeffitsiyentlar yig'indisi 12 chiqadi. 14-misol ham xuddi shunday, shu usuldan ishlanadi. Qo'y x ning ozod hadi 12 ga teng. X ga 0 qo'ysak 12 chiqadi. Koeffitsiyentlar yig'indi esa p1. So'roq. Yuqoridagi ifodaga x qo'yamiz. 1 ning kvadrati plus 2 p1 1 plus 1 q 1 minus 1 hisob chiqamiz. 3 p1 2 q 0. 3 p1 2 q 0 o'rniga 12 yozib ketamiz. p1 ni hisoblab ko'rsak 8. Demak, px ning koeffitsiyentlar yig'indisi esa 8 ga teng bo'ladi. 15-misol yuqoridagi bilan bir xil emas, boshqacha ekan. 115-misol. px ni x minus 2 bo'lgandagi qoldiq minus 15. Demak, bo'lamiz x minus 2 ga qoldiq minus 15. Demak, biz bu yerga qandaydir a ifodadan beramiz. pximiz a ko'paygan x minus 2 minus 15. Qo'y x ni bo'lamiz x plus 3 ga, qoldig'imiz q b dan beramiz. Qo'y x ni topadigan bo'lsak, b ko'payuv x plus 3 plus q bo'ladi. Yuqoridagi ifodani pastga ko'chirib olamiz. X minus 5 q x minus 3 teng x plus 2 p x plus 2.
hamma e'tiborni qo'y x ga qaratamiz. Qoldig'ini topishimiz uchun x ga -3 qo'yishimiz kerak. Shunda mana bu yerda ifoda yo'qolib ketadi. 0 ga aylanib ketadi. Demak, x'imiz -3 bo'lsa, q -3 teng b ko'paygan 0 plus q bo'ladi. Demak, qoldig'imiz x o'rniga -3 qo'ygandagi ifodaga teng bo'ladi. Xuddi shuni ikkinchisiga ham qo'yib olamiz. X ga 2 qo'ysak, a yo'qolib ketadi. Shuning uchun x ga 2 qo'yib hisoblab olamiz. P 2 teng a ko'payuv 0 minus 15. P2 teng minus 15 bo'ladi. Endi mana bu ifodaga esa x o'rniga 0 qo'yamiz. Nega 0? Sababi mana bu yerda 0 qo'yganimizda -3 paydo bo'ladi. 0 minus 5, 0 minus 5, q 0 minus 3, 0 plus 2, p 0 plus 2 bo'ladi. Minus 5, q minus 3 teng 2 ko'paygan p2 bo'ladi. Endi biz o'rniga qo'yib chiqamiz. Ya'ni q -3 o'rniga qoldiq olishimiz kerak. P2 o'rniga esa -15 olishimiz kerak bo'ladi. Shunda hisoblab ko'rsak, xo'p, yeyishib ketib ikkalasi 3 tadan 6 bo'ldi. Qoldig'imiz 6 chiqadi.